Eron hujum boshladi. Urush qayta alanga oldi. Ammo asosiy zarba quruqlikda Birlashgan Arab Amirliklarining eng yirik neft saqlash ombori va porti bo'lgan hujayraga yo'naltirildi. Eron osmoni yopildi. AQSh va Isroil javob zarbasi tayyorlamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu xavfsizlik masalalari bo'yicha 8 soatdan ortiq davom etgan favqulodda yig'ilish o'tkazib, armiyaning jangovar shayligini eng yuqori darajaga ko'tardi. Falastinni yoqlagan Yulduz Usmonovaga qarshi yahudiylar bosh ko'tardi. San'atkor antisemitik ruhdagi bayonotlarda ayblanib, undan ommaviy ravishda uzr so'rashni talab qilishdi. O'g'irlangan yomg'irlar qaytdi. Toshkentdagi toshqinlar ortidagi sir. Kuni kecha Toshkentda kuzatilgan dahshatli toshqinlar va kuchli jala shunchaki tabiat inchoqligi emas, balki Yaqin Sharqdagi AQSh, Isroil va Eron urushining to'g'ridan-to'g'ri natijasi degan hayratlanarli taxminlar o'rtaga chiqmoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda har doimgidek videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Bazadan registratsiyangiz chiqmayaptimi? Mehnat shartnomangiz yo'qligi uchun jarimaga tortilishingiz mumkinmi? Biz Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga hujjat ishlarida professional yordam beruvchi 10 yillik ish tajribasiga ega ishonchli xizmatni taklif qilamiz. Registratsiyani bazaga kiritish, trudavoy dogovor tayyorlash va uydamleniya yuborish, zapret va deportni oldindan tekshirish, reyestr va ba'zi muammolarga yechim topamiz. INN va SINLS olish, tibbiy sug'urta va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. WhatsApp va Telegram orqali ushbu raqamlarga hoziroq yozing. 24/7 xizmatingizdamiz. Yaqin Sharqda urushning ikkinchi va yanada qonli raundi boshlandi. Aprel oyidagi vaqtinchalik otash kesim o'z o'rnini ochiqdan ochiq to'qnashuvlarga bo'shatib berdi. AQSh Hormuz bo'g'ozida blokada e'lon qilib, Eronning kislorodini bo'g'ishga urinayotgan bir paytda, Eron o'zining harbiy qudrati va agressiv taktikasi bilan nafaqat mintaqaviy raqibi Birlashgan Arab Amirliklariga, balki global energiya barqarorligiga ham to'g'ridan-to'g'ri zarba berdi. Hodisa tafsilotlari dastlabki lavhadan o'rin olgan. Dushanba kuni erta tongda Hormuz bo'g'ozi navbatdagi urush arangasining markaziga aylandi. Hammasi AQShning ozodlik loyihasi doirasida bo'g'ozda qolib ketgan 2000 ta kemani harbiy himoya ostida olib chiqishga urinishdan boshlandi. Tehron buni o'z hududiy daxlsizligiga tajovuz va portlarga qo'yilgan blokadaning davomi deb baholadi. Natijada Eron dushanba kuni erta tongda Birlashgan Arab Amirliklarining Adnok neft tankeriga 2 dona dron bilan zarba berib, qamalni buzishga urinayotgan har qanday kuchga shafqatsiz javob berishini amalda ko'rsatdi. Ushbu hujum natijasida kemaga jiddiy zarar yetkazilgan. Ammo asosiy zarba quruqlikda Birlashgan Arab Amirliklarining eng yirik neft saqlash ombori va porti bo'lgan hujayraga yo'naltirildi. Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari dushanba kuni misli ko'rilmagan hujumni qaytarganliklarini ma'lum qildi. Faktlarga ko'ra, havo mudofaa tizimlari Eronning 12 ta ballistik raketa, 3 ta qanotli raketa va 4 ta dronini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini e'lon qildi. Shunga qaramay bitta zarba hujayra neft portida yirik yong'in keltirib chiqardi. Hodisa oqibatida 3 nafar Hindiston fuqarosi jarohatlandi. Bu hujumdan so'ng dunyo bozorida Brent rusumli neft narxi bir zumda 5% ga o'sib, barreliga $115 dan oshib ketdi. Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omil tomonlarning qarama-qarshi bayonotlaridir. AQSh prezidenti Donald Trump ushbu voqealar ortidan Washington Eronning 7 ta tezyurar qayig'iga vertolyotlar orqali zarba berganini e'lon qildi. Eron tomoni esa buni rad etib, Amerika aslida 2 ta kichik yuk kemasini nishonga olgani va oqibatda 5 nafar tinch aholi halok bo'lganini iddao qilmoqda. Fevral oyidan beri davom etayotgan blokada sababli Hormuz bo'g'ozi kemalar qabristoniga aylanib ulgurgan. Taxminan 2000 ta kemada 20 ming dengizchi qolib ketgan. AQShning ozodlik loyihasi orqali kemalarni harbiy himoya ostida olib chiqishga urinishi Tehronning keskin qarshiligiga sabab bo'lmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bu operatsiyani boshi berk ko'cha deb atab, har qanday tashqarilashuvga harbiy javob berishini amalda ko'rsatib qo'ydi. AQSh va uning ittifoqchilari kuch ishlatish orqali natijaga erishishga urinishmoqda. Biroq bu faqat vaziyatni chigallashtiradi. Donald Trump e'lon qilgan ozodlik loyihasi aslida boshi berk ko'cha loyihasidir. Bu tashabbus mintaqaga barqarorlik olib kelmaydi, aksincha, xalqaro dengiz huquqini va bizning suverenitetimizni poymol qiladi. Biz yana bir bor ta'kidlaymiz, mintaqaviy xavfsizlik faqat mintaqa davlatlari o'rtasida
o'rtasidagi muloqot orqali ta'minlanishi mumkin. Tashqi kuchlarning aralashuvi va blokadalari faqat ziddiyatni kuchaytiradi. Eron o'z milliy manfaatlarini va hududiy suvlarini himoya qilishda davom etadi. Hozirda Hormuz bo'g'ozi shunchaki suv yo'li emas, balki Eron va G'arb o'rtasidagi urushning ikkinchi raundi boshlangan eng xavfli nuqtaga aylandi. Hujayra portidan ko'tarilayotgan tutun va tankerlarga berilayotgan zarbalar global iqtisodiyot uchun eng yomon ssenariy, keng ko'lamli energetika urushi boshlanib bo'lganidan darak bermoqda. Vaziyat o'ta qaltis va qaytib bo'lmas nuqtaga keldi. Eron havo hududi barcha fuqarolik samolyotlari uchun favqulodda yopildi. Bu o'ta dahshatli va keng ko'lamli zarbalar boshlanishidan oldingi so'nggi o'lim sukunatidan darak beradi. Isroil va AQSh kuchlari allaqachon jangovar shaylikning eng yuqori darajasiga keltirilgan. Dunyo hamjamiyati Donald Trampning Kongressga bergan tinchlik va'dalari chilparchin bo'lganiga va urush yakunlangani haqidagi rasmiy maktub shunchaki soxta niqob ekaniga guvoh bo'lmoqda. Eron havo hududi hozirda fuqarolik samolyotlaridan butunlay xoli ekani haqidagi xabarlar mintaqada misli ko'rilmagan yirik harbiy to'qnashuv boshlanishi arafasida turganidan dalolat bermoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu xavfsizlik masalalari bo'yicha 8 soatdan ortiq davom etgan favqulodda yig'ilish o'tkazib, armiyaning jangovar shayligini eng yuqori darajaga ko'tardi. Bu choralar Eronning Hormuz bo'g'ozidagi harakatlar va Birlashgan Arab Amirliklariga qilingan ehtimoliy hujumlar haqidagi razvedka ma'lumotlari fonida amalga oshirilmoqda. So'nggi kunlarda AQSh harbiy transport samolyotlari Isroilga tanaffussiz va maxfiy tarzda ulkan miqdorda qurol-yarog' tashiyotgani haqida tezkor xabarlar tarqalgan edi. Bu qurol ko'prigi bugungi kutilayotgan yirik hujumning poydevori bo'lgani hozirda ayon bo'lmoqda. Washington tinchlik haqida gapirayotgan bir paytda sahna ortida Tel Avivni eng zamonaviy hujumkor texnikalar bilan qurollantirib bo'lgan. Vaziyatning eng shov-shuvli va ziddiyatli jihati shundaki, AQSh prezidenti Donald Trump o'zining Kongressga bergan va'dasini ochiqchasiga buzganlikda ayblanmoqda. Avvalroq Trump Kongressga hujumlar to'xtatilgani va urush amalda yakunlangani haqida rasmiy maktub yo'llab, tinchlikka va'da bergan edi. Biroq amalda vaziyat butunlay teskari tus oldi. Trump nafaqat harbiy harakatni qayta boshladi, balki Janubiy Koreya yuk kemasining Hormuz bo'g'ozidagi portlashdan zarar ko'rganini ro'kach qilib, Seulni ham ushbu qonli mojaroga faol jalb qilishga urinmoqda. Washingtonning bu strategiyasi urushni mintaqaviy doiradan chiqarib, global darajaga ko'tarishga qaratilganini anglatadi. Ayni damda AQSh harbiy kuchlari Hormuz bo'g'ozida Eronning jami 13 ta tezyurar karterini yo'q qilgan va bu harakatlarni xalqaro savdo yo'llarini himoya qilish deb hasbo'shlamoqda. Isroil Hayom kabi nufuzli nashrlar Isroil va AQSh hozirda Eronning raketa uchirish qurilmalari hamda energetika infratuzilmasiga yakuniy zarbalar berish rejasini tasdiqlaganini yozmoqda. Oq uy hozirgi holatni juda mo'rt deb baholayotgan bo'lsa-da, Eron osmonining yopilishi va keyingi 24 soat ichida kutilayotgan Pentagondagi favqulodda matbuot anjumani Trampning tinchlik maktubi shunchaki vaqt yutish uchun qilingan hiyla bo'lganini ochiq ko'rsatmoqda. Pokiston kabi vositachilarning so'nggi urinishlariga qaramay, Isroilning hal qiluvchi 24 soat haqidagi ogohlantirishi dunyoni yangi va dahshatli urush ostonasiga olib kelib qo'ydi. Okean ortida o'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova atrofida misli ko'rilmagan mojaro boshlandi. Nyu-Yorklik nufuzli siyosatchilar va yahudiy faollari xonandaning konsertini taqiqlash hamda uning vizasini bekor qilishni talab qilib, Oq uy va davlat departamentiga murojaat yo'llashdi. Bunga javoban Yulduz Usmonova o'zining murosasiz pozitsiyasini e'lon qildi. U Isroildan aslo uzr so'ramasligini va AQSh Isroil emasligini eslatib, yahudiylarni bu konsertni bekor qilishga haqli emasligini ta'kidladi. Ushbu mojaroning ildizi xonandaning yaqin sharqdagi vaziyat, xususan Isroil va Falastin o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar paytida bildirgan shaxsiy fikrlarga borib taqaladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi jonli efirlar davomida Yulduz Usmonova Falastin xalqini qo'llab-quvvatlab, Isroil siyosatiga nisbatan o'ta ochiq va tanqidiy fikrlar bildirgan edi. Bilsinki, Isroilliklar bu narsa shundoq qolmaydi. Butun islom dunyosining badduolari sizlar bilan deb o'ylayman. Chunki hatto bizni ham mana shu isyonlarimiz sizlar bilan birgalikda. Alloh bilgan balosini
sizlarga boshlaringga yog'dirsin inshaalloh. Biz ham o'lmay turib ko'raylik buni. Bu chiqishlar nafaqat O'zbekistonda, balki AQShda yashovchi yahudiy jamoasi vakillari orasida ham katta rezonans va norozilik uyg'otgan. Vaziyatning eng qaltisligi shundaki, Nyu-Yorkning Bruklin tumani dunyodagi eng yirik yahudiy jamoalardan biri istiqomat qiladigan hudud hisoblanadi. Konsert aynan shu hududga yaqin joyda rejalashtirilgani mahalliy faollarni oyoqqa turg'azdi. Nyu-York shtat assambleyasi a'zolari Michael Navaxov va Oleg Bryukrasniy kabi siyosatchilar buni provokatsiya va nafrat uyg'otish deb baholashdi. San'atkor antisemitik ruhdagi bayonotlarda ayblanib, undan ommaviy